Ma'lumli chiziqli tenglamalar haqida gaplashamiz ekan. Chiziqli tenglamalarimiz buni maktab paytidan bu sizlarga menimcha tanish, lekin nomini bilmasdinglar. Masalan, sizlar ishlab yurgan tenglamalarga e'tibor beradigan bo'lsanglar, masalan, x plus 3 teng 5 degan tenglama. U maktabda 1-sinfga kirishinglar, yo menimcha 1-sinf, 2-sinflardan boshlangan tenglamalar, mana bu tenglamalardan boshlanadi, to'g'rimi? Mana shu tenglamalar chiziqli tenglamalarga misol bo'la oladi. Ya'ni x topish uchun demak 5 tenglikdan o'tayotganda ishorasi qarama-qarshiga o'zgarib o'tadi har doim. Demak, bu yerda x nimizning qiymati 2 qiymati shu yerda kelib chiqadi. Masalan, endi kitobimiz, ya'ni IDC kitobimizdan e'tibor bersanglar, birinchi misollarga e'tibor berasizlar. Xo'p, birinchi misolda e'tibor bersanglar 19x teng nima aytgan ekan? 57. Bu 19x degani, ya'ni 19 ta x ning qiymati 57 ga teng ekan. Endi sizdan so'rayapti-ku, bu yerda bitta x ning qiymati so'raladi har doim. Endi bitta x ning qiymati topish uchun, demak, ko'paytiruv amali bu tarafga nima bo'lib o'tadi? Bo'luv amali bo'lib o'tadi. 57 bo'lingan necha bo'lib? 19 bo'lib. X teng necha? 3. Mana shuni ishlashimiz mumkin. Endi, masalan, keyingi misolimiz aytaylikki 5-savolga e'tibor beringlar. 5-savolda esa mana 10 bo'lingan -2 teng -35. Savolga e'tibor beringlar. 10 bo'lingan -x teng -35. Buni xohlasangizchi? Ikkita misolda bitta qoldimi? -2 ekan? 2 ni o'zi ekan. Demak, mayda ham to'g'ri yozibman. Endi bu yerda qaranglar. 10 ni qanday songa bo'lsam 2 chiqadi degan savol qo'yiladi. Demak, nima qilardik? Maktab paytimizda 10 bo'lingan 2. Bu -x topyapmiz hozir. 10 bo'lingan necha bo'ladi? 2. -x imizning qiymati necha bo'lar ekan? 5. Demak, minus bunga o'tib qolaveradi. U bunga o'tib qolish sababi nima? -1 ko'paytiraveramiz tenglikda o'ng va chap tarafiga. Bunga -1 ko'paytirsangiz nima bo'lib qoladi? X bo'lib qoladi. Mana buchi -5 bo'lib qoladi. Xo'p, yana misol uchun aytaylikki, mana bu misollardan boshladik. 12 plus x 12 plus x 7-misolda kelyapti. Teng -9. Tenglama ishlayotganimizda har doim mana bu shartni esdan chiqarmanglar. Ma'lumlar noma'lumlar degan tushuncha. Ma'lumlar har doim bir tomonda, noma'lumlar har doim bir tarafda bo'lishi kerak. Ana shuni tenglamani yecha olamiz. Demak, bu yerda ko'ryapsizki, bu yerda mana bu nima? Noma'lum. Mana bular esa ma'lum. Ma'lum deganda nima tushunasizlar? Aniqligi, biron bir ma'no anglatishi. U ma'lum hisoblanadi. Ana shuning uchun ma'lum deyiladi. X topadigan bo'lsak -9. Mana buni oldida nima bor? Plus bor. To'g'rimi? Plus boshida kelganicha yozilmaydi. Plus narigi taraf, tenglik narigi tarafga o'tamiz. -12. Demak, x -9 -12 -21. Mana shu holatda qolaveradi. Keyingi ifodamiz, masalan, 11-misolga e'tibor bersanglar, 11-misolda 6x - 12 teng 24. Bu yerdan 6x teng 24 o'z aslida nimaga bu o'tadi? Chunki ma'lumlar bir tarafga to'plaganligimiz uchun 12 bu yoqqa o'tish kerak bo'ladi. Faqat ishorani qarama-qarshiga o'zgartirib olib o'tishimiz kerak bo'ladi. 6x teng 24 ga 12 36, x teng 36 bo'lingan 6, x teng 6 qiymati mana shu yerdan kelib chiqar ekan. Demak, 13-savol ekan. 13-savolga qarasanglar -4x + 4 -4x + 4 taqsim 4 teng ekan nimaga? -4 ga. -4 ga. Endi bu yerda xohlasanglar mana buni masalan -4 ni qavsdan chiqarib olishinglar mumkin. -4 qavsdan chiqarib olishinglar mumkin. X -4 ketgani ichkani ishorasi qarama-qarshiga nima bo'ladi? O'zgaradi. Demak, -1 bo'lib qoladimi mana bu yer? 4 mana. Mana bunday bo'lib. Qaranglar. Mana bu
4 bilan mana bu 4 qisqarib ketsa nima qolyapti? Minus x minus 1 teng ekan nimaga? Qaranglar, ikki tarafda minus bormi? Tashlab yuborsanglar bo'laveradi. X minus 1 teng 4 degan teng nimaga aylanib qoladi? Va bu yerdan x imizning qiymati 4 plus 1. X teng necha? 5 bo'laveradi. Bu misolda yana boshqacha ishlash yo'lingiz ham bor. Mana ko'rsatib beraman. Minus 4x ikkinchi yo'l. Minus 4x plus 4 taqsim 4 teng minus 4. Qaranglar. Bu yerda mana buni nek olishingiz mumkin va undan keyin diagonal shaklda ko'paytirishingiz ham mumkin. Mana buni bu yoqqa, buni bu yoqqa. Ya'ni minus 4x plus 4 ko'paytirilgan nima bo'lar ekan? 1 teng 4 ko'paytirilgan minus 4. Mana diagonal shaklda shu qarama-qarshi tomonlarni ko'paytirish hisoblanadi. Hisoblasak minus 4x plus 4 teng minusdan 16. Ya'ni kasr holatga o'tib bo'lyapti, mana ko'ryapsiz. Hop, endi minus 4x teng minus 16 minus 4 mana ko'ryapti turgan bo'lsanglar. Plus 4 imiz nima bo'lib o'tyapti? Minus 4 bo'lib o'tyapti. Minus 4x teng minus 20. Hop, bu yerdan x topadigan bo'lsak, minus 20 bo'lingan nimaga? Minus 4 ga. X teng nima bo'ladi? 5 bo'laveradi. Bu demak 13-savol ekan. Endi keyingi savol, qaranglar, 16-savolda bitta ko'rib ketamiz. 16-savol. 16-savolda 6 ko'paytirilgan minus x minus 5 teng minus 42. Qarang, ko'paytirib turibdi, nima aytdi? Qavsni ochib yurish shart emas buni. Ammo shartni ko'paytirib turgan ifodani bo'lib qo'yib o'tsalar bo'laveradi. Ya'ni bu yerda qoladiki minus x minus 5 teng minus 42 bo'lingan 6. 42 6 ga bo'linadi. Minus x minus 5 teng minus 42 ni 6 ga bo'lsak minus 7. Endi yana o'sha gap. Ma'lumlar bir tarafga, noma'lumlar esa ikkinchi tarafga. Demak, mana bular ma'lum ekanligini bilganligimiz uchun ular bir tarafda qoldirasizlar. O'zingizlar xohlagan tarafga olib o'tishlar mumkin. Bizga mana bu tarafga olib o'tish qulayroqda. Ya'ni minus x bu tarafda qoldiryapmiz, ma'lumlarni bir tarafga o'tiraveramiz. Minus x teng. Qaranglar. Ma'lumlar bor taraf birinchi yoziladi. Olib o'tganingiz keyin yoziladi. Minus x teng minus 7 ga 5 qo'shsak minus 2. Ikkala tarafdan minus bo'lsa tashlab yuborishimiz mumkin ekan. X teng 2 ga qiymat qolaveradi. Bu tenglamaning ildizi yoki yechimi deyishimiz ham mumkin. Bu 16-si edi. Endi keyingisi mana bu yerga sig'dirib maksimalni harakat qilaman. 18-savolga qaranglar. 18-savolda demak 5 ko'paytirilgan minus 3x plus 3 minus 2 ko'paytirilgan minus 3x minus 2 teng 19. Demak, buni algebrak ifodalar mavzularida ko'rdik sizlar bilan qanaqa qilib ishlash kerakligini. Tenglamani emas, soddalashtirishga doir savollar ko'rdinglar, shunga o'xshagan. To'g'rimi? Demak, endi buni nima qilish kerak? 5 olib turibdi, ko'ryapsiz? Demak, qavsni ochish kerak. Qavsni ochish uchun nima qilish kerak? Xatma-xat ko'paytirish kerak. Xatma-xat ko'paytirish kerak. Va oldidagi ishoralarga ham e'tibor berish kerak. 5 kare minus 3 minus 15x. 5 kare 3 15. Teng emas. Mana bu. Minus 2 ni minus 3 ko'paytirsak plus 6x. Endi minus 2 ni minus 2 ko'paytirsak plus 4. Teng nechiga? 19 ga. Endi qaranglar, mana shu yerda tanlab olamiz. Minus 15x plus 6x. Ya'ni ma'lumlarni o'zini yozib oldim. Ya'ni noma'lumlarni o'zini yozib oldim. Yana mana minus 15x va 6x. Teng deyapmizda 19 minus 15 minus 4. Demak, mana bu tarafni hisoblasanglar. Minusdan nima qolyapti? 9x teng bu tarafimizda-chi? 0 qolyapti. Endi x topish uchun nima qilish kerak? 0 ni bo'lish kerak minus 9 ga. Va bilamizki 0 ni har qanday songa bo'lsak nima chiqaveradi? Mana shunaqa gaplar. 0 chiqaverar ekan.
Ha, demek, mana bu turdagi savolni ko'rganingizda, uje birinchi fikr nima kerak bizga? Qavs sochish kerak. Qavs sochish kerak, soddalashtirish kerak. To'g'rimi? Va bu yerda qavs sochish uchun har biriga ko'paytiramiz. Qavs sochish uchun har biriga ko'paytiramiz va qavs oldidagi minus ishoraga e'tibor beramiz. Va undan keyin esa x larni отдельный va ma'lum ifodalarni отдельный qilib yozib olamiz. Boshlaylik. Birinchi qavs sochib olaylik. 3 kare 2 6x 3 kare minus 1 minus 3 keyingisi minus 2 ni 1 ga ko'paytiramiz. Minus 2 ni minus 2x ga ko'paytiramiz. Plus 4x teng 9x minus 18. Endi qaranglar. Mana shu yerda noma'lumlarni tagiga chizib olsam. Ma'lumlar tagiga ma'lumlar chizish shart emas. O'zi ko'rinib turibdi mana. Ko'ryapsizlar? Ma'lum. Demak, endi bu tarafda o'zingiz tanlov qiling. Mana shu yerda bu tarafda nimani to'playman? X lardimi yoki ma'lumlardimi? X lar to'plaganimiz biz uchun qulayroq ekan. Ana shuning uchun 6x qo'shilgan 4x. Qarang. O'zini tomonidagilarni birinchi yozib olasiz, har doim. Endi siz mana qo'shni taraf turibdimi? Tenglikdan nari taraf turibdi, to'g'rimi? Bu keyin yoziladi. Faqat oldagi ishorasi nima turibdi buni? Plus bu yoqqa qo'ysa nima bo'ladi? Minus 9x man. Teng. Qarang, yana bu tarafga nima yozmoqchisiz? Ma'lumlarni. Bu tarafdagi ma'lumni birinchi yozishingiz kerak bo'ladi. Minus 18. Minus 3imiz bu yoqqa plus 3 bilan, minus 2imiz esa plus 2 bilan o'tadi. Va 6x ga 4x qo'shsangiz 10x. 10x dan 9x bersangiz 1x teng 18 minus 18 u plus 3. Minus 15 u plus 2. Birini tashlab olsangiz bo'laveradi. X'imizning qiymati minus 13. Uzun anaqa bo'ladimi? Hammasini ishlanish yo'li mana shunday ishlayverasizlar. Faqat minuslarga yaxshiroq e'tibor beringlar. Xo'p, endi keyingi savolimiz mana bu tipdagi 20 25 da o'zingiz ishlaysiz. 27. Ana bunga o'xshab ishlayverasizlar. O'sha 20 necha edi bu? 25 ni hozir ishladim, shuni minisini 21. 27 tur ko'paytirilgan x minus 2 qo'shilgan 3x teng 6 3 taqsim 2x minus 4 qo'shilgan 12 ekan. Demak, bunda ham xuddi o'sha fikr. Qavs ochaman. Undan keyin ma'lumlar bir taraf to'playman, noma'lumlarni ikkinchi tarafga to'playman. Boshladim. 4x minus 8 qo'shilgan 3x teng. Qavs buni bunga ko'paytiraman. 6 bilan 2 qisqarib ketsa 3 qoladimi? 3 kir 3 keyin necha bo'lib qoladi? 9x. Endi 6 ni minus 4 ga ko'paytiramiz. Minus 24 mi? Plus necha? 12. Endi qaranglar. 4x qo'shilgan 3x minus 9x teng. Yana shu avvalgi gapirgan qoidalarim bo'yicha ketyapti. Minus 24 plus 12 plus 8 mana. 4x ga 3x qo'shsak 7x, 7x dan 9x ayirsak minus 2x teng minus 24 plus 12. Minus 12 yu plus 8 minus 4. Endi bu yerdan x topsak minus 4 bo'lingan minus 2 da va x'imizning qiymati 2 bo'lar ekan mana shunaqa. Va nihoyat biz yetib keldik. Bunda kasrli savollarni ham ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Shu 30 dan boshladim. 30-savol. 30-savolda x plus 2 taqsim 3 minus 2 teng 1 taqsim 3. Zo'r yo'l bor. Men mahrajini bir qo'lyapman. Bo'laveradimi? Qarang, 3 1 3 ga mahraj nima bo'ladi?
3 da o'zi bo'ladi. 3 ni ichida 3 talikdan nechta bor? Bungachi? 3 ta bungachi? Bitta. Mana shunday ishlab olsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Mahraj tashlab yuborasiz, yozaverasizlar. X + 2 1 ga desak baribir o'shami? Keyingisi -3 u 2. -6 teng 1. Ya'ni 3 ta qaranglar. Tenglikni, ya'ni umumiy mahraj berib olganingizdan keyin tashlab yuborsangiz bo'laveradi. Umumiy mahraj berib olganingizdan keyin mahraj tashlab yuborsangiz bo'ladi. Qachonki mahrajimizda ma'lum sonlar bo'lsa. Eslatib o'tyapman, mahraj ma'lum bo'lsa. Noma'lum bo'lsa, u boshqacha bo'ladi. Ko'rsataman uni shunaqa misollar kelganda. X teng 1 -2 +6 x teng necha? 5 oladi. Xo'p, keyingi savolimiz, demak 30 dan keyingi savolni ko'ramiz. 34-savolni ishlayman. 35-savolni ishlamoqchi edim. Endi o'zingizlar bir chalg'imasdan ishlashga harakat qilasizlar. -3x -7 taqsim 6 qo'shilingan necha ekan? 4x + 7 taqsim 6 teng 5 ekan. Ne qilasizlar? Qaranglar. 1. Mahrajni 1 qildinglar mana. 6 6 1. Umumiy mahraj nima bo'ladi? 6 ni o'zi mana tayyor ko'rinib turibdi. 6 ni ichida 6 talikdan nechta bor? Bitta bor. Bundachi? Bitta bor. Bundachi? 6 ta bor. Demak, 1 bo'lganligi uchun oldidagi, demak, mana bu nimasi o'zi yozilaveradi. -3x -7. Keyingisi ham qo'shilingan 4x + 7 teng 6 kere 5 30. Endi bu yerda -3x + 4x teng 30 xohlasanglar mana uni mana shu yerda yo'q qo'rsanglar ham bo'laveradi mana. Ko'rasizlar. Ben buni yoqqa olib o'tganingiz bilan ham bo'pti. Yo'q qilmadingiz ham deylik. Xo'p. +7 -7. Mana bu yo'qib ketami? -3x ga +4x. X mi? X teng 30 mi? Demak, tenglamaning ildizimi? Ildizi demak 30 ga teng ekan. Endi sal seriozliroq ketgan savollarni ko'ramiz. Mana 37 ga o'xshagan savollar ko'rib o'ramiz. E'tibor beringlar. 37-savol. 37-savolda x + 4 taqsim 9. X + 4 taqsim 9 qo'shilingan 4 - x taqsim 6 teng 1 taqsim 2 qo'shilingan 2x - 2 taqsim 9. Demak, o'sha g'oya, o'sha fikr, ya'ni umumiy mahraj beramiz xolos. Demak, 9 6 2 ga umumiy mahraj necha bo'ladi? 18 bo'ladi. Xo'p, 18 ichida 9 talikdan nechta bor? 2 ta. 18 ichida 6 talikdanchi? 3 ta. 18 ichida 2 talikdanchi? 9 ta. 18 ichida 9 talikdan 2 ta. Mahraj kerak emas. Mahrajlarsiz yozaveramiz. 2 x + 4 qo'shilingan 3 ko'paytirilgan 4 - x teng 9 ko'paytirilgan 1 qo'shilingan 2 u 2x - 2. Endi esa bularni qavslar ochib chiqamiz. Ya'ni qaranglar, mana bu misolimizga e'tibor beringlar-da. Bu misolni biz mana tepadagi ishlagan misollarimizga o'xshab qolyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Ya'ni maqsadimiz bizni mana bu holatga o'tib olish. Bu holatdan keyin o'zimizga qulay bo'lgan holatga o'tib qoladi. Ya'ni qavs ochib olamiz. 2x + 8 plus 12 - 3x teng 9 plus 4x minus 4. Endi 2x minus 3x minus 4x teng 9 minus 4. Xohlasanglar qo'shib olib turib o'tsanglar ham bo'laveradi. 8 ga 12 qo'ysak 20. Nari tarafga olib o'tsak minus 20 bo'lib o'tadi. 2x u minus 3x minus x u minus 4x minus 5x. Bu tarafni hisoblaymiz. Bu tarafni hisoblasak 9 dan 4 ayirsak 5
minusdan 15. Endi x topib qo'yamiz. X teng minus 15 bo'lingan minus 5. X teng 3 bo'lar ekan mana shunday holatda. Tushunarligi? Demak 37 gacha ekan bu. Endi bu yerda ko'ryapsizki, mahrajimizda noma'lum ifoda kelyapti-da. To'g'rimi? Mahrajda noma'lum ifoda kelsa, birinchi qiladigan ishingiz, ya'ni birinchi qo'yadigan qadamingiz nima bo'ladi? Shu noma'lumimiz teng bo'lmaslik kerak 0 ga degan shart kiritib olamiz. Agarda javob chiqib qolsa, ya'ni monunga o'xshagan javob chiqib qolsa, ya'ni ko'ramiz hozir mana 3x teng minus 2. X teng emas. Agarda minus 2 taqsim 3 degan javob chiqsa, uni qabul qilmayman degan ma'noni bildiradi. Nimaga qabul qilmayman? Chunki x o'rniga minus 2 taqsim 3 qo'ysangiz, mahraj 0 bo'lib qoladi. Mahraj 0 bo'lsa, ifoda ma'nosi yo'q bo'lib qoladi. Tushunasizlarmi? Ma'nosi yo'q bo'lmasligini uchun har doim oldin olib qo'yish kerak bo'ladi. Demak, endi bu yog'i oson. Mana 2x + 3 taqsim 3x + 2 teng 1 taqsim 1 qolyapman. Bo'ladimi? Endi buni diagonal shaklda ko'paytiramiz. Ya'ni qarama-qarshi tomonlar shaklida mana bunday. Ko'paytirganimizda 2x + 3 ko'paytirilgan 1 teng 3x + 2 ko'paytirilgan 1 bo'lganligi uchun o'zi bo'lib qolaveryapti. Bu yerda 2x minus 3x teng 3x men bu tarafga olib o'tdim. Teng necha yozishim kerak? 2 minus 3 mana. 2x dan 3x ayrsam minus x, 2 dan 3 ayrsam demak minus 1 bo'ladi ekan. Bu yerda x'imizning qiymati necha bo'lar ekan? 1 qiymati bo'lar ekan. Shunaqa gaplar. Endi keyingi savolimiz qaranglar. Keyingi savolimiz demak 41 dan keyingi savol 44-savol ekan. 44-savol. 44-savolda 1 taqsim 5x minus 6 teng 2 taqsim 3x minus 3. Qaysi? Manami? Minus 5x minus 6 edi ekan. Mana. Endi bu yerda ko'ryapsizlarki, mahraj ko'ryapsizlarmi mana? Bu yerda ham mahraj bor, bu yerda ham mahraj bor. Biz to'g'ridan-to'g'ri diagonal shaklda ko'paytirib olish mumkin emas. Birinchi qiladigan ishimiz nima bo'lish kerak ekan? Teng emasligini ko'rish kerak bo'lar ekan. Ya'ni mana bu mahrajda qarasam minus 5x minus 6 turibdimi? Minus 5x minus 6 teng emas. Nimaga? 0 ga deyishim kerak ekan. Va bu yerdan minus 5x minus 5x teng emas. Minus 6 nar tarafga olib o'tsak 6 ga. X teng emas 6 taqsim ichiga minus 5 ga. Ya'ni mana bu holatni ko'rib qo'yamiz. Endi keyingi holat esa mana buni qaranglar. Ko'rasizlar? 3x minus 3 ham mahrajda turganligi uchun buni ham nima qilishimiz kerak? 0 teng emasligini ko'rishimiz kerak. 3x teng emas nechiga? 3 ga. Bu yerdan x teng emas 1 ga. 3 taqsim 3 ga. Ya'ni endi ishlayveramiz. Biz hali ishlaganimiz yo'q. Biroz tekshiryapmiz. Javobimiz qayerda bo'lishi kerakligini tekshiryapmiz. Ya'ni qaysi javoblar bo'lmaslik kerakligini tekshirib qo'yapmiz. Xo'p, endi bu yerda bu yoqda diagonal shaklda ko'paytiraveramiz. 2 ko'paytirilgan necha bo'lar ekan? Xo'p, endi 44-misolimizda demak diagonal shaklda ko'paytirdik. Ko'paytirganimizdan keyin mana 1 ga qaysi ko'payish kerak ekan? 3x minusdan 3 ko'payish kerak ekan. Endi mana 2 ni ko'ryapsizki, qavs ochamiz. 2 kere minus 5 minus 10x 2 kere minus 6 minus 12 teng 3x minus 3. Endi bu yog'i biz avval ishlagan tenglamalarimizga o'xshab qoldi. To'g'rimi? Ya'ni minus 10x minus 10x minus
3x. Ya'ni mana bu 3x ni ana tarafga olib o'tyapmiz teskari ishorasi bilan. Xo'p, keyingisi teng minus 3. Minus 12 nima bo'lib o'tadi bu tarafga tenglikda o'tayotganda? Plusdan 12 bo'lib o'tadi. Minus 12 su minus 13x teng 9x teng 9 minus 13. Yana mana bularni ko'rmasdan ishlash yo'li ham bor. Ko'rmasdan ishlash yo'li ham bor. Buni o'rgatmayman. O'z shu usulda ishlab qo'yasizlar sizlar. Xo'p, ko'rib ishlayveringlar. Keyinchalik keyingi mavzularda unaqa firibgarlik yo'llarini o'rgataman. Tezkor ishlaydigan yo'llari bor. Xo'p, 45-savollarga e'tibor beringlar. 45-savolda. Oho, devorasizlar. Uzun misol ekan, 5x minus. Uzun misol kelib qolsa, biz sendan da uzun misollarda ishlaganmiz deb o'zingizga o'zingiz taskin berasiz-da. 2x minus 4x plus 6x eşittir. Mayda minus 4x bor ekan. Plus 6x minus 12. Nechta qavs? 1, 2, 3, 4 ta. Teng 18. Demek 40. Hozir ikkita misolni bitta qilib ishlab qo'yapman shunda. 45 deb 46 ni yozdimmi? Unda men 5imizni 6 ga aylantirib qo'yaman. Xo'p, bu yerda endi nima qilish kerak? Qavslar ochamiz. Ya'ni buni ifodani soddalashtirish mavzularida ko'rganmiz bunaqa misollar, to'g'rimi? Ya'ni ichma-ich, ya'ni qavslarni demak eng ichidan boshlab ochib boramiz. Qarang. Avval mana bu yer, keyin bu yer, keyin bu yer, keyin polni shu tarzda nima bo'ladi? Qavslar ochilib ketaveradi. Endi qaranglar-da, menga e'tibor berib turinglar. 4x plus 6x qavs oldimi turibdi? Plus turibdimi? Mana qavsni yo'q qo'raman. 6x minus 12. Endi qarang. Endi 2x minus mana bu bor, to'g'rimi? Mana. Endi bu qavs ta'sir qildiramiz. Xolasizlar ichkarni ishorasi hisoblab olsangiz ham bo'ladi. 4x ga 6x qo'ysak 12x minus nima bo'lib qolyapti? Mana 2x minus 10x minus 12. Tushunasizlarmi nima bo'layotganligini? Endi men 2x ta'sir qildirsak, minus ishora oldida borligi uchun qavslarni ochamiz. 2x minus 10x plus 12. Soddalashtirib qo'ying buni. Soddalashtirib qo'ysangiz. Minus 8x plus 12. Ya'ni men mana bu yergacha bo'lgan qavsni o'rniga nima yoza olaman? Mana buni yozib qo'yaveraman. Endi nima qolyapti bizda? 3x plus minus 8x plus 12. Mana. Endi qavs ochamiz. Qavs ochsak 3x qavsni ichida, ya'ni mana uni oldida plusni ko'ryapsizlar. Qavs ichida nima bo'lsa shunday ochiladi. Minus 8x plus 12 bo'lib ochiladi. Buni oldida nima bor ekan? Buni ham bunday soddalashtirib olamiz. Mana bu yerda o'zini ham 3x dan 8x ketsa minus 5x plus 12 mana. Endi mana uni oldida qaranglar. 5x minus 5x minus 12 teng 18. Hop, endi qavs ochamiz. Qavs ochilayotganda mana 5x minus borligi uchun ichkari ishorasi qarama-qarsiga nima bo'ladi? O'zgarish kerak bo'ladi. Hop, minus 5x plus 12 edi ekan mana. To'g'rimi? Plus 12 edi ekan. Hop, plus 5x plus mana bu plus bo'ladi endi. Plus bo'lsa mana bu yerimiz plus bo'lganligi uchun mana bu yer minus 12 ko'p bo'lar ekanman. Teng nechiga? 18 ga. 5x ga 5x qo'shsak 10x teng 18 plus 12. 10x teng
30 x teng shunaqa. Qiyin emasmi? Osonmi? Oson emas, lekin qiyin emasdi. Demak, mana shu yergacha yozib olamiz. 46 gacha. Bu ifodamiz ko'ryapsizki, qavsda oldin nima turibdi? Kvadrat turibdi. Demak, buni nima qilamiz? Birinchi navbatda kvadratga yoyamiz. Kvadratga yoyamiz, soddalashtiramiz. Undan keyin ishlaymiz. Boshladik. Birinchi sonning kvadrati qo'shilingan 4x qo'shilingan 4 minus borligi uchun men qavs qo'yib olyapman. X kvadrat birinchi son minus 2 ko'paytirilgan x bilan 1 ko'paytmasi 2x bo'ladi plus 1 teng 21. Qavs ochamiz. X kvadrat plus 4x plus 4 minus x kvadrat plus 2x minus 1 teng 21. Qavslarni ochib soddalashtiramiz. Qaranglar. X kvadratlar yo'q ketdi ujum ajib. 4x plus 2x teng 21. O plus 4'imiz nima bo'lib o'tadi? Minus 4. Mana bu esa plus 1. 4x ga 2x qo'shsak 6x teng 21 dan 4 ni ayirsak 17 mi? 18 bo'ladi. 1 qo'shib qo'ysak. X topsak 18 ni bo'lib qo'yish kerak nechiga? 6 ga. Ya'ni x ni qiymati 3. Bu teng mana ildizi 3 ga teng ekan. Demak, 51 ga o'xshagan savollarga e'tibor beringlar-da. 2x minus 3 taqsim 4x plus 5 teng haligi mahrajimizda ko'ryapsizlarki, noma'lumni ko'ryapsizlar, to'g'rimi? Mahrajni noma'lum ko'ryapsizlar. Mana shu gapimni eslab qo'yinglar. Masalan, ko'pincha ota-onalar shu ishni qiladi sizlarga. Har ehtimolga qarshi monopoldan olib olur deydi. To'g'rimi? Har ehtimolga qarshi monopoldan olib olur, ko'chada bilib bo'lmaydi degan gapni aytadi. Demak, har ehtimolga qarshi mahrajni 0 ga teng emasligini ko'rib qo'ying. Agarda javob chiqmay qolsa, ya'ni agar siz javobingiz chiqsa, o'sha javob chiqsa, uni nima qilmaysiz? Qabul qilmaysiz prosta. Ya'ni 5 minut ya 5 minut beradi shopirlarni. Mashhur gapi. 4x plus 5, ya'ni mana o'zini olyapman. 4x plus 5 teng emas 0 ga. 4x teng emas minus 5 ga. X teng emas minus 5 taqsim 4 ga. Mana belgi teng emas degan ma'noni bildiradi. Mana birinchi holatni ko'rdik. Endi ikkinchi holatni ko'ramiz. Ikkinchi holatda esa 6x minus 1, 6x minus 1. Bunday qo'ymasam kasr deb o'ylaysizlar. Teng emas 0 ga. 6x teng emas 1 ga. X teng emas 1 taqsim 6 ga. Mana bu ikkinchi holat. Agarda javob mana bu 1 taqsim 6 chiqsa, qabul qilmayman degan ma'noni bildiradi. Xo'p, endi diagonal shaklda ko'paytiramiz. Diagonal shakl, ya'ni bunday. Ya'ni ko'payish kerak ekanki 2x minus 3 ga nima ko'payish kerak? 6x minus 1 teng 3x minus 1 ga nima ko'paytiramiz? Mana. Demak, endi bu yerda mana bu ifodamizda demak qavslar ochib olishimiz kerak ekan. 2x da 6x ko'paytiramiz. 12x da endi kvadrati bo'ladi. 2x ni minus 1 ga ko'paytiramiz. Minus 2x. Minus 3 da endi 6x ko'paytiramiz. Minus 18x bo'ladi. Minus 3 da minus 1 ga ko'paytiramiz. Nima bo'ladi? Plus 3 bo'ladi. Keyin teng bo'ladi. Sig'may qo'yganim uchun bu yoqqa yozyapman. 3 kara 4 12 bo'ladi. X kvadrat 3 kara 5 15x bo'ladi. Minus 4x bo'ladi. Minus 1 5 ga ko'paytirsak minus 5 bo'ladi. Mana. Endi bu yerga diqqat bilan e'tibor beringlar. Tenglikda ikkala tarafda bir xil ifodalar yo'q bo'lib ketaveradi. Bir xil ifodalar nimalar ekan? Qolganini soddalashtiring.
Tenglik nari tarafda qolyapti, qarang. Mo'nga yetib bering. Ha. Necha? -20x ekani. -20x +3. Keyinchi teng mana. Bu tarafimiz. Birodarlar, soddalashtirgan holatda 15x dan 4x ayirsak 11x minus nima? 5. Ha, mana misolimizda demak biz mana bu holatga o'tib qo'ydik mana. Ko'rasizlar? Uzun holatdan biz kaltagan holatga o'tib qo'ydik. O'zi shu ekan, boring shu ekan deymiz. Keyingiga qarang. -20x minus 11x teng minus 5 3. Minus 31x mi? Minus 8. X teng minus 8 taqsim 31 minus. Tashavvuraveraymi? Ikkala tarafdan minusni tashavvuraveramiz. X da oldida minus bo'ladigan bo'lsa, nargis sheriga o'tib qolaveradi. Mana shunaqa ishlanishlari. Demak, bu 51 savol ekan. Demak, 51 ga o'xshagan savollar 52, 53, 54 larni ishlab qo'yasizlar va 54-savolda ham bir 54da ham ishlab olaverasizlar. 55-misolga navbat yetib keldi. 55-misolda x qo'shilingan. Hozir mana shuni sekret aytaman oxirida. Misolni ko'ryapsizlar, вообще zalotoy. Necha miyani ishlatsanglar sekundda kelib chiqadi. Mahrajda noma'lum bormi? Mahrajda noma'lum yo'q. Agar mahrajda noma'lum bo'lmasa, ko'rmaysizlar uni. Mahrajlar teng emasligini ko'rilmay qo'yaveradi. Shunday diagonal shaklda haligi mana bu ishlarni qilmay qo'yaverasizlar. O, tagiga bir qo'yasizlar, bitta bunday qilib turib. Bir qo'yib turib ishlab qo'yasiz. Ya'ni diagonal shaklda bu yoqqa bu yoqqa ko'payish kerakmi? Ya'ni x qo'shilingan 2 taqsim 9 teng 4 ko'paytirilgan nima? 3 taqsim 4 mi? Mana bu yoqqa bunday ko'payadi. X qo'shilingan 2 taqsim 9 teng 4 3 kare 12 13 taqsim 4. Qisqarib ketsa bu yerda qolyapti x teng 13 o'zi qolyapti. Endi bu plus nari tarafga olib o'tamizmi? Minusdan 2 taqsim 9. Javobimiz aralash kasr holatda kelganligi uchun mana buni ham aralash kasr holatda ishlab qo'yaman. X teng 13 dan bitta orqaga qaytaraman. 12 bo'lganmidi? 12 butun, mana mahrajga qarab turib o'zgartiramiz. 9 taqsim 9. 9 9 o'lsak 1, 12 ga qo'ysak 13. Ana, demak bu yerdan butunlardan ayiraveradigan bo'lsak, necha qoladi? 10. Mahrajlarga e'tiborlar. Mahraj ikkalasida ham bir xillik uchun bittasini olamiz, 9 dan 2 ni ayirib qo'ysak 10.7 taqsim 9 ifodasi mana shu yerda nima qilar ekan? Kelib chiqar ekan. Qaranglar, keyingi savollar hammasi mana shu 55, 56, 57, 58 va hokazo kabi ishlashinglar mumkin. Endi bularda hammasida bir xil kelyapti ekan. Endi mana 59 ga o'xshagan savollarni ham bitta ko'rib qo'yamiz. 59 deb yozib qo'ying. 100 taqsim 25 minus 5 taqsim x 5. Qaranglar. Mahrajni ko'ryapsizlarmi? 25 minus 25 taqsim x teng bo'lmaslik kerak ekan nimaga? 0 ga. To'g'ri? Teng bo'lmaslik kerak 0 ga. Endi mahrajda ham mahraji bor ekanmi? Akasini ham akasi bor degan gap bor. Akasini akasi. Bu ham mana qaranglar, mahrajda ham mahraji. Mahrajda ham mahraji 0 teng emasligi bo'lishi kerak. Ya'ni x o'zi kelyapti. X teng emas ekan, kichkina qilib yozib qo'yasizlar. X teng emas 0 ga. Nimaga desa mahrajda kelyapti u. Agar mahrajda x -1 kelganda x -1 teng emas deb olardi.
Hop. Endi mana buni o'zini ham mana shu holatda ishlab qo'yamiz. 25 minus 25 taqsim x teng emas 0 ga deb turib 25 teng 25 taqsim x teng emas. Endi bu yerda qaranglar. 25 25 ga teng. X'imiz demak 1 ga teng bo'lishi kerakmi? X teng emas nimaga? 1 ga. Bo'laveradimi? Qayli, suratimiz suratga teng bo'lsa, mahrajimiz teng bo'ladigan bo'lsa, keyin tenglama yechiladi-yu. Endi biz teng emas deb olib qo'yapmiz. Xo'p, endi ishlashni boshladik. Mana bu shartlari edi. Shartlari edi mana bu shartlari. Endi ishlasak 100 taqsim 25 minus 25 taqsim x teng 5. 5 bo'ladigan bo'lsa, uni tagiga 1 qo'yib olsangiz, diagonal shaklga ko'paytiraman. Demak, 5 ni 10 ga ko'paytiraman. 5 ko'paytirilgan 25 minus 25 taqsim nima? X teng 100 ga. Mana bu 100 bilan 5 ni qisqartirib olsam bo'laveradimi? Necha qoladi bu yerda? 20 mana. 25 minus 25 taqsim x teng nimaga ekan? 20 ga ekan. Endi noma'lum turgan yerni ko'ryapsizlarmi? Noma'lum qayerda kelyapti? Olasam bunday qilib o'tib qo'y. 25 minus 20 teng 25 taqsim x ga. 25 dan 20 ni ayirsak 5 teng ekan nimaga? Taqsim x ga. Bu yerdan x teng nechiga? 5 ga. 5 degan javobimizda teng emas degan yerlarda yo'qmidi? 5 degan javob. Yo'q-a? Demak, buni nima qilaveramiz? Qabul qilaveramiz 5 degan yechimimiz. Xo'p, bu yerda savolda a ni qanday qiymatida tenglama ildizi 1 ga teng bo'ladi. Tenglamani ildiz deganda nimani tushunamiz? Javobini tushunasiz. Shu javobi qani? Mana x'lar edi. X'lar bor yerga 1 ni qo'yib oling degan. Tenglamani ildizi degani shu x'siz teng 1 degani-da. Tushunasizlarmi? X'siz teng ekan nimaga? 1 ga. X ni o'rniga 1 qo'yib chiqsangiz o'zi a kelib chiqib qoladi. 3 ko'paytirilgan 1 a minus 7 teng 7a qo'shilgan 5 ko'paytirilgan 1. Mana. Ya'ni tenglama ildizi 1 degani shu x o'rniga 1 qo'ydim. Endi a topib olyapman. Demak, bu yerda 3a minus 7 teng 7a plus 5. 3a minus 7a. Endi yana noma'lumlarni yana bir tarafga to'playapman. 5 plus 7 qilib olib o'tyapman. Minus 4a teng 12a teng minus 3. Bo'ldi. Ya'ni tenglamaning ildizi 1 ga teng bo'ladi. A ni qanday qiymatida? Minus 3 qiymati. Tushunarlimi? Tenglamaning ildizi 12 bo'ladi. X o'rniga 12 ni qo'yib chiqasiz. Keyingi savol. Demak, 66 dan 70 gacha shuni ishlasanglar bo'laverar ekan. Endi 70 birinchi savolga e'tibor beringlar. Y plus 2x teng deyapti 6 plus 3y ga. X ni deyapti? X ni y orqali ifodalang. X ni y orqali ifodalang degani nima degani? X ni toping deyapti. X toping deyapti, faqat y orqali ifodalab qo'ying deyapti. Xo'p, demak bu yerdan nima qilamiz? X lar bir tarafga, y ga borlarni yana bir tarafga to'plab olamiz. Mana qaranglar, 2x teng 6 plus 3y minus y. Mana. Xullas x ni bir tarafga olib o'tishimiz kerak edi. X toping deyaptimi? X ni y orqali ifodalang degani x topib oling degani-da. X topib oladigan bo'lsangiz, sizda ikkita x qiymati mana bu yerda ekan. Bitta x qiymati topish uchun avval soddalashtirib olasiz. 6 plus 2y mi? Endi x topish uchun nima qilamiz? 6 plus 2y taqsim 2. Mo'y 6 turibdi-yu, 2 bo'lib olasizlar. Har birini отдельно. 6 ni 2 ga bo'lsak 3, 2y ni 2 ga bo'lsak demak x imiz teng ekan nimaga? Mana shunday qolaveradi. Tushundinglarmi? Ya'ni x ni y orqali ifodalash mana shu tarzda bo'ladi. Endi yana bitta ishlab qo'yaylik shundan.
70. 70 necha deyapsizlar? 74. 75 ichi boshqacharoq shekliga. 75 ko'rib beraveraymi? Y teng 5x plus 1 taqsim x plus 2. Mana. Bu yerda demak, nimani topamiz ekan? Nima x topyapmizmi, y topyapmizmi biz? Savol yaxshilab e'tibor beringlar. Qaranglar. X ni y orqali ifodalang degani x toping degani. X topamiz. Demak, mana unda ham xuddi shunday qilamiz. Y ni x orqali ifodalang desa, y toping degan. Tushunasizlar? Demak, x topish uchun avval mana bu yerda proporsiya qilib bitta ko'paytirib olasiz. Ne qilib? Ko'paytirib olsanglar, demak, y ko'paytirilgan x plus 2 teng bo'lar ekan nimaga? 5x plus 1 ga. Endi qavs ochamiz. Y(x) plus 2y teng 5x plus 1. Endi qaranglar, keyingi gap. X borlarni bir tarafga olib o'tamiz. Ya'ni x bor, mana ham x bor ekan, ko'rasizlar? Y(x). Endi 5x da bor ekan. Oldin nima bor buni? Plus bor. Plus bu tarafga plus bo'lib o'tadimi? Yo'q, minus bo'lib o'tadi. Minus 5x teng 1 minus 2. Endi nima qilamiz bu yerda? X topamiz. X topsak nima bo'ladi? Y minus 5 bo'ladi. 1 minus 2y bo'ladi. Bu yerdan x teng 1 minus 2y bo'lingan shu tarzda nima qilar ekan? Qolaverar ekan. Davom keyingi savollar.